Xonimlar va janoblar, Kia Carnival Pirvaldan o'tolmaydi. Buni rasxodi katta, to'g'ridan-to'g'ri ustaxonaga boradi deb shunaqa ko'p negativ bo'ldi. Lekin bu mashinamizni obzorimdagi 46 minutda baraka bo'ldi va srazu telefon nomerini udalit qo'ydim, sotildi. Sababi telefon yondi. Hattoki foydasini beraman, ayting, menga bersin deb telefonim yondi. Sizga yolg'on, Xudoga chin. Isbot videolarini ko'rsangiz bo'ladi, 2-3 kunda sotilib ketadi. Bunaqa ideal holatdagisi dizelda olaman doim. Pirvaldaman. Like bosib oxirigacha ko'ring, foydali ma'lumot bo'ladi. 2.9 turbinali dizel motor o'zini Pirvalda Qamchiq dovonda qanaqa tutadi, qanaqa yuradi. Bugun shu haqida qisqacha video bo'ladi. Like bosib oxirigacha ko'ring. Anchagina ma'lumot yig'dim bu mashina haqida. Olmoqchi bo'lganlar, ikkilanganlar uchun foydali video bo'ladi. Okeylar, atmosferani qarang, atmosferani. Hozir Pirvaldan tushib keldim, Toshkent shahriga ketyapman. Mashina telefonda onlayn baraka bo'lgan, aytganimdan 46 minutda. Endi bu Pirvalda yurish haqida qisqacha sizga ma'lumot beradigan bo'lsam, Pirvalda bu zarracha qiynalmadi. Ulug' podyomlarda men benzinoviy, propanoviy har xil motorlarni haydab yurganman, chiqqanman ko'p. Bu Pirvalmi, bu podyommi, ulug' podyommi, davommi, umuman bunga qizig'i yo'q ekan. Dizel turbina 2.9 объем bo'lganligi uchun sezilmas ekan. Eng qizig'i podyomga, yuqoriga 2250 оборотda chiqar ekan. Расход toplivi shunda ham Pirvalga ko'tarilganda patologi 8 litrni tashkil etdi. Namangandan Sadoqatgacha tekis yo'lda yurganda 6,5 litr, 6,2 litr dizel расходi qildi. U videoni ham sahifamga joylayman, ko'rasiz. Qisqasi mana qarang, uyingizdagi yoqtirgan divaningiz bor, go'yo o'shanda ketyapti. Mana podlokotniklar. Mana bu holatda boshqarasiz, sidenangizni, spinkalarini boshqani. Qisqasi o'rtoqlar, prosta parvoz qilasiz. Oyoq mana lёгкий gaz bossangiz bo'ldi. Bu 60 dan o'tib olgandan keyin deyarli расход qilmas ekanda. Mana 1,5 оборотda o'rtacha yurar ekan, 80-100 tezlikda. 2000 ga deyarli bormas ekan оборот. Shuni hisobiga bu daliga chiqib olsa bo'ldi ekan. Slishkim oz расход qilar ekan. Mana yuqorida ko'rsatilgan расход ko'rsating. 7 litr расход va men buni mana tablodagi datchik bilan, indikator bilan solishtirib yuribman. Ular ko'z oldimda pasayib ketishi yo'q. Astalik bilan masofaga qarab pasayib boryapti. Hadavo'lari, boshqalari haqiqatda o'rtoqlar mashina ustoychilik pavorotlarda boshqada o'zini zo'r tutar ekan. O'zini yili uchun mashina zo'r ishlab qo'yilgan. Endi buni ham-ku azoblanmagan yotgan mashina olib chiqqanman. Orqalarini qarang. Mana oilaviy yurish uchun zo'rda. Farzandlaringiz, ota-onalaringiz, yaqinlaringiz, singillaringiz uzoqlarga, ziyoratlarga olib borgani yoki kasali, bemori bor oilalar bor. Ana shular uchun bu zo'r menimcha. Ya'ni o'zingiz ham kommentga fikrlarni qoldiring. Video cho'ziladi dedim-ku. Qisqasi gapirsam bu 1 soatlab gapirish mumkin. 8,500 dollarlik mashinada shuncha navorot o'rtoqlar. Buziladi, netadi deb ko'p gapirishdi. Mana Pirvaldan tushib kelyapman. Zakonni chek yongani yo'q, suv zarracha ko'tarilgani yo'q. Salarka расходi yaxshi. Qoplaveradi o'rtoqlar. Maslahatim bu mashinasi bor odam yana bitta Sparkmi, Cobaltmi bo'lsa yaxshi bo'ladi. Har kunlik mingan bu katta mashina. Mana qay ishlar uchun zo'r. Qanaqa fikr mulohazangiz bo'lsa kommentarda yozib qo'ying. Qisqasi atayin men olib beraman dedim. Mana shu atmosferada mashina haydab, to'g'risi bir maza qilgim keldi. Aslida o'shaning uchun ham men buni olib berishgacha rozi bo'ldim. Xuddi lavash, pizza dostavkada milliard negativ bo'ldi. 46 minutda mashina baraka bo'lgan. Telefon udalit qo'ydim. Qaydandir nomerini topib telefon ham qilishyapti. Ayting, ustiga pul beraman, foydasini beraman, menga bersin deyapti. Bu toshkentlik obunachilarim bo'ldi. Aytilgan gap otilgan o'q, mana zakolat olib keling mashina dedi. O'rtoqlar, kuzatib turing. Xudo xolasa shunaqa ideal cho'tki chiqsa bosib boramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.